Rossiyada 4 soat ichida 2000 rubldan 3000 rublgacha pul topishni xohlaysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Eng oson yo'llar. Agarda kim Rossiyaning qay joyida bo'lishidan qat'iy nazar постоянно, ya'ni 12-13 soatlik ishlasa, ishdan keyingi ish bor, ya'ni dastavka. Любой dastavkaga kirib 4 soatdan 6 soatgacha ishlashingiz mumkin. Любой dastavka razницasi yo'q. Hamma dokumentlaringiz bo'lsa 4 soatdan 6 soatgacha bemalol sizlarni ishlarga oladi va patronatga qilib chatga pul topasizlar. Hamma dokument toza, hammasini faqat mana shu patronatga ish bilan qoplasangiz bo'ladi. Haftasiga 30 ming bo'lmasa 25 ming dastavkada topasiz. 4 soat ishlab kuniga yoki 6 soat ishlab. Bemalol sizlarga tavsiya qilaman, dastavkaga ishga kirishlaringizni qo'rqmanglar, hech qanaqa qo'rqmanglar. Agar samokat mana bunaqa formadagi dastavkaga kirsanglar, обычный velosiped o'zlari beradi, bepul o'zlari tiklab, elektromobilga olganlaringcha. Agar yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, men iloji boricha javob beraman.